Elhamdülillah. Xudoyimga shukr. Kaçma to'xta deyman. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu neymiş emdi? Ali, neymiş kılıvatsan balam? Yaxshimisiz bova? Bugun qandaqroq turibsiz? To'xtab turing, ha? Avayla. Qani aytqina, mushukni nemishqa qo'g'laysan yoki bo'lmasa, yavaşda bo'zaq qilib Oshxonaga kiryapti ekan, chiqirib o'tay degan edim. Chiqirib etsan mayli, ammo bunda qo'g'lab urib yursang bo'lmaydi. Mushukni qo'g'laganga nima bo'ladi, bova? Quloq sol jinim balam. İslam dinimiz Allah yaratgan mahluqatlarga illiq muomala qilishni buyurgan. Shunga ularga azor bersak bo'lmaydi. Undaqda men xato ish qilib saptimanda, bova. Shundoq balam. Bunda qilsak Allah razı bo'lmaydi. Voy xudoyim, mushukni qiynasaqmi Allah razı bo'lmaydi ekanda? Shundoq. Mushuk bo'lsa-mu urib qiynasaq bo'lmaydi. Payg'ambarimiz hayvonni bog'lab olib, o't-cho'p yegili qo'ymagan bir ayolning do'zaxga kirganligini bayon qilgan. Şoňa hayvanatlarga qattiq muomala qilsak bo'lmaydi. Barliq jonliqlar Alloh taolaning bizga qilgan iltifoti. Balam, buni unutib qolsak bo'lmaydi. Hayvonni qiynagan ayol do'zaxga kiribdi-mi, bova? Shundoq o'g'lim, bizning dinimiz mehri shafqatni targ'ib qiladigandan. Shunga barliq jonliqlarga yaxshi muomala qilishimiz kerak. Undaqda mushukni yana oshxonada ko'rib qolsam, qanday qilaman, bova? Qiynamasdan asta haydab chiqarib, bog'da yemeklik bersang bo'ladi. Mushunda qilsang, Allohning buyrug'ini qilgan bo'lasan. Yana uyimizni mi qo'g'digan bo'lasan bola. Buningdan keyin cho'qim shunda qilaman, bova. Yaraysan o'g'lim. Endi o'tgan qatim so'zlagan voqealikning oxirini aytib beraymi o'g'lim? Qo'liqim sizda, bova. O'tgan qatimqi suhbatimizda Quraysh kotiboshlarining Shamga ketganlar haqidagi parg'ani aytib bergan edi. İbn Haşim, Mekke'ye kilovatkanlarının sani günden günge köpeyivatadı. Hazırgıça su meselesini hal kılalmadık. Şehir sırtındaki quduqdan su tuşup, japa tartib ketivatimiz. Meningcha bundaq bo'laversa, ishimiz texmi qiyinlashidi. To'g'ri deysan, quduqlar Makkadan bak yiroqda. Haj vaqtida bundaq ko'p kishilarga suv to'shish rostinli qiyinga to'xtaydi. Bu masalani zodi hal qilmasak bo'lmaydi. Aslida Zamzam buluqining o'rnini topa olgan bo'lsak, bak yaxshi bo'lardi. Zamzam buluqini izlab baxmag'ili uzun yillar bo'ldi. Ibn Ishoq Zamzam haqidagi gaplar esimdan zodi chiqmaydi. Arablar Jurhun qabilasining hujumiga uchraganda Zamzam quduqining eg'izini etib etib, izini yo'qitib etgan ekan. Alloh taolo asli Zamzamni Hajar va Ismoilga beribdi ekan. Zamzam eg'izining etilib qolganiga uzun yillar bo'ldi. Buloqning o'rnini hech topolmadik. Buloqni qayta izlab tepib, suv ehtiyojimizni hal qilsak yaxshi bo'lardi. Sizlarcha topqili bo'larmi? Hozircha qo'limizdan keladiganimi shu. Tirishib baqsaq bir kuni cho'qim topamiz. Bekir, qarg'ina, o kishi Abdulmuttalib emasmi? Ha, dal o'zi. U Kabening oldida nima ish qilyotdi? Men nadim bilay, uning nima ish qilayotganini o'g'li bilan ayolimi bilmaymish. Mushunda g'alit ish qilib yurgida xeli bo'ldi. Har kuni mushu vaqtda kelib Kabening atrofida bir narsa izlayotgandek menib yuriydi. Nima ish qilmunda qildiganligini bilolmadik. Uning ishlariga bizmi qiziqib qilyapmiz. Ey Abdulmuttalib, Zamzam buluqini tepchiq, Zamzamni top. O'rningdan turib Tayyibani qoz. Tur, Tayyibani qoz. Buningdan boshqa chorang yo'q. O'rningdan tur. Tayyiba nima degan gapdir? Bu qandoq tush bo'ldi endi? Ey Abdulmuttalib, o'rningdan tur.
o'rningdan tur va qochgan yerni qaz. Bu sana kelgan bir ilhom. Deginim bo'yicha ish qilsang, Zamzamning o'rnini topa olaysan. Buni esingda ching tut. Qochgan yer degan nima? Faqat bilolmadim. Ah, Tangrim, men bechora bandanga yordam qilgin. 3 kun bo'ldi, o'xshash bir tushni ko'ryapman. Tushimda bir ovoz Zamzamni tepishimni talab qilyotdi. Zodi nima ish bo'lyapti? Ey Abdulmutallib, o'rningdan tur. Zamzamni top. Zamzam degan nima-di? Hech uqolmayapman. Deganlarim bo'yicha ish qil. Bu ishga sal qarama. Zamzamni topsang, hojilarga suv bera olaysan. Bu suv qochgan yer bilan qon orasida, Chumoli kentida, qog'ining yanida. Bu suv sen va sendan keyingi avlodlaring uchun nihoyatda muhim. Bu hajab g'alati bishorat-ku. Nemishqi Zamzamni topqin deydi. O zodi qayerdidu? Tushimda anglagan gap bo'yicha ish qilmasam, nima ishlar bo'lib ketar? İçimden bir nido tushimdagi buyruq bo'yicha ish qilishimga undayotdi. Zamzamni tepib, hajga kelganlarga ish kuzishim kerak. Zodi qanday qilsam topa olayman? Nima ketyapmiz doda? Hajab xiyolga petib ketding-ku balam. Yura, oldirmasak bo'lmaydi. Yaxshimisan Makkaning cho'ngi? Yaxshi, yaxshi. Gürjak ko'tirib, nega mangding? Qurilish qilyapamsan? Shundaqroq bir ish. Shundaqroq bir ishmi? Qandaq ish bu? Men mangay, muhim ishim bor edi. Ha. Nemiga hayron qolding doda? Tangirqab qoldim o'g'lim. Tushimdagi odam qayerni degan bo'g'etdi. Qon va Chumoli degan kentlar qayerdadir? Ha, mush yerda bo'g'izlayli. Yerga yotqizinglar. Hozirli bo'g'izlayli. Qani, ching tutinglar. Hergiz qo'yib etmanglar. Texi jini chiqmadi, qo'yib etmanglar. Texi jini chiqmadi dedim-ku, qechyotdi. Qo'g'langlar, tez tutinglar. Bu tunji bishorat bo'lishi mumkin. Qon va qichish. Mundaq gap ekanda, qong'u bu yerda. Chumoli kenti qayerda endi? Ay xaloyiq, sizlarmi ko'ryapamsizlar? Bu Quraysh cho'g'i zodi nima ish qilyotgandi? Doda, Chumoli kenti, ya'ni Chumol o'g'si bu yer chikan. Barakalloh o'g'lim, yashab ketdi. Rostunda Chumoli bor ekan. Chumoli o'g'si bek ko'p ekan. Qayerni qezishni bilmayapman. Zodi qayerdadir? Allah xolisa, ata Abdulmutallib bilan Makka cho'nglarining orasida bo'lib o'tgan gaplarini deb beraman. Menga ruxsat qilinglar. Men chiqay bolarim. Bova, bu voqeaning oxiriga bekmi qiziqyapman. Oxirini anglag'im ba. Allah xolisa, ata anglaysiz qizim. Ati ko'rishganda deb beray. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي
وجنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا